boyunca belirlenip operatif işlemdeki turunda bilişmen жеткирем. 2020 yılının 1. avgustundan 7. sentyabrına kadar 362 haber tіркелді. Барлығы 22 cinayet işi qo'zg'atildi. Cinayet kodeksining 158 maddasi bo'yicha kishi mulkiyatini o'g'irlagan uchun 9 cinayet işi qo'zg'atildi. Qisqacha aytib ketganda, Iska Boltash aulida Gilazovning o'rmon oqonida turgan 3 Volkov Toyosin belgisiz zot o'g'irlaydi. Oqtanishda Payserli yurt eshik oldidan Narmatovaning velosipedidan Urazay aulida yashovchi Akimov Renat o'g'irlaydi. Oqtanish KPPsida onda traktorist bo'lib ishlagan Mavletov Ilnaz Borisovich 4660 so'mlik yog' olib o'g'irlaydi. Oqtanish aulida To'xtash uramida belgisiz zot Malikovning velosipedidan o'g'irlaydi. Oqtanish auli mexanizator uramida Gaynamov Igor Aleksandrovich Shakirjanovning 3000 so'mlik telefonini o'g'irlaydi. Eski Boysar auli yonida Shakirov mashinada telefonini unutib qoldirgan, ham belgisiz zot uni o'g'irlaydi. Mashina oshib-olmadi, telefon topilmadi. Belgisiz zot belgisiz o'rinda bo'la turib, distansion ravishda Karimovning 10 ming so'm ақшасын o'g'irlaydi. Shulay belgisiz zot Oqtanish auli yubileyniy uramida Islamovaning eshik oldidan peshan chopish trimmerini o'g'irlaydi. Balik bo'lmagan Mardan Furzay Hamsha Ahmedov Pyaterочка magazinida bo'la turib, Farraxovaning qishlig'idan 2000 so'm ақша o'g'irlaydi. Aytib ketirga kerak joylarida 4 velosiped o'g'irlov uchrab tіркелді. Shularning ikkisigina oshib qoldi. Bu son bitkit bo'lmasa da kishilar o'zlarining mulkiyatini sog' tutsinlar edi. Shulay bir ko'p trimmer urlagan uchrablar tіркелді. U vaqtda endi kishilar aktiv peshanchoq bo'ldi. Uramda qoldirib ketgan uchrabda da urladilar, dvorlarga kirib oldilar. Jinoyat kodeksining 119-maddasi bo'yicha o'ldiruv bilan yonilgan uchun 3 jinoyat ishi qo'zg'atildi. Oqtanishda yashovchi Hakimov Ildar Vagizovich Peshafto'da xotini Hakimovga qarata o'ldirish yuzlari bilan yonildi. Oqtanishda yashovchi Garipov Oyzat Oyratovich obisi Garipovga qarata o'ldirish yuzlari bilan yonildi. Qo'li bilan mo'yinidan bo'g'an. Morisuksa aulida yashovchi Mandakayev Denis Timirxanovich opasi Mandakayevga qarata o'ldirish yuzlari bilan yonildi. Jinoyat kodeksining 116-111 moddalari bo'yicha kishiga so'g'ib turli tan jarohatlari keltirgan uchun 5 jinoyat ishi qo'zg'atildi. Oqtanish aulida yashovchi Salahuddinov Salavat Ahmedxo'janovich Akmaliyevning bitini sug'an. Oqtanish aulida yashovchi Salmanova Ziva Hamitovna Salmanovaga pishak bilan sug'ib, salomatligini yengil zayan keltirib, o'ldiruv bilan yonildi. Og'idil yo'lasi bo'yida Kataranov Nikolay Kolesnikovga sug'ib tan jarohatlari keltirib, Tangamasa auli qirida Gekramin Oydar Geremovich Sabirovga sug'ib tan jarohatlari keltirib, hamda salomatlikka og'ir ziyon keltiruv uchrog'i Morisuksa aulida tіркелді. Isanayev Arkadiy Vitalyevich xotini Isanayevga gvozdajer bilan sug'ib, xoti ziyon keltirib salomatligini. Jinoyat kodeksining 264 primativ maddasi bo'yicha esirtgich ichimlik qo'llanib avtomobil bilan idora etgan uchun 2 jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ular Oqtanish aulida yashovchi Xo'zin Diluz Sayapovich ham Yangi Boysar aulida yashovchi Nabiyev Rail Almirvichga qarata. Jinoyat kodeksining 159-maddasi bo'yicha Oldoy yo'li bilan uğurlagan uchun Kirov aulida yashovchi Badriddinov Gazinur Munavirovichga qarata jinoyat ishi qo'zg'atildi. U Sabitaning 70 ming ақшасын o'g'irlashda ayblanadi. Jinoyat kodeksining 314 maddasi bo'yicha administrativ kuzatuvdan chetlashgani uchun Xo'zin Dinar Suleymonovichga ham Harisov Tanis Mirgalimovichga qarata jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Administrativ praktika bo'yicha bog'liq hamda xizmat tuzildi. Koronavirus bo'yicha saqlash choralari ko'rmagan uchun 54, jamoat o'rnida isrof holda yurgan uchun 9, balik bo'lmagan bolalarni tarbiyalashda bo'yicha burchlarni o'tamagan uchun 3, ular Oqtanishda yashovchi Shaykinur Ilsur Hamqarayeva Zulfiyaga qarata, Elimda yashovchi Zakiyeva Guzaliyaga qarata. Suv uchraqlari bo'yicha 7, administrativ bir xizmat tuzildi. Administrativ nadzorni buzgan uchun 7, yolg'on xabar berib sotrudniklarni chaqirgan uchun 2, narkotik moddalar qo'llangan uchun 1, kishi mulkiyatini ziyon keltirgan uchun 7 administrativ bir xizmatlar tuzildi. GBTda ishlanmagan kelganda oy davomida 40 yo'l harakati tіркелді. Shularda 4 kishi tan jarohatlari oldi, 1 kishi o'ldi. 488 yo'l transport harakatini buzilishlarga tіркелді. Shularning 15i spirtli ichimlik qo'llangan holda transport bilan idora etuvchilarga qarata administrativ bir xizmat tuzildi. Haligi kunda endi shulay saylovga hozirlik bor. Shulay Qozondan bizga yardım etib ketilyapti. Shak-shuki keldi.